So'nggi yillarda O'zbekiston Sharqning yuragi, qadimiy tarix va zamonaviylik uyg'unlashgan yurt sifatida dunyo sayyohlarining e'tibor markaziga aylandi. Endilikda mamlakatimiz turizm sohasida tarixiy rekordlarni yangilamoqda. Har oyda millionlab sayyohlar Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkent shaharlariga kelmoqda. Bu nafaqat raqam, balki O'zbekistonning dunyoga ochilgan yangi yuzi, yangi imkoniyatlar eshigidir. Joriy yilning aprel oyidan boshlab O'zbekiston har oyda 1 milliondan ortiq xorijiy sayyohni qabul qilmoqda. Shu tariqa yilning o'tgan 9 oyida 8,6 milliondan ortiq chet elliklar mamlakatimizda bo'ldi. Bu raqam O'zbekistonning xalqaro maydondagi imajining oshgani, turizm infratuzilmasi kengaygani va eng muhimi sayyohlar uchun yaratilgan qulay sharoitlarning samarasidir. Yangi mehmonxonalar, yo'l va transport tizimidagi o'zgarishlar, tarixiy obidalarni restavratsiya qilish hamda turistik xizmatlar sifatini yaxshilash bu rekord yangilanishida muhim rol o'ynaydi. Joriy yilda qo'yilgan o'sha 11 million sayyohning mana allaqachon bir 80% qismini bajarib qo'ygan bo'lsak, xizmatlar eksportiga, turizm xizmatlari eksportiga qaraydigan bo'lsangiz, 4 milliard rejadan 3,6 milliard, bu 90% degani. Eksport masalasida 90%, bu degani sayyohlarning sifati ortib boryapti. Ya'ni asosiy qo'yilgan masalalardan biri ham shu, ya'ni yildan yilga nafaqat son, balki sayyohlarning sifatini ham oshirib borish, ularning mamlakatdagi demak xarajatlar qismini ham ko'tarib borishga qaratilgan. Joriy yilda Uzbekistan Airways hamda xususiy aviakompaniyalar tomonidan bir qator yangi xalqaro yo'nalishlar ochildi. Avia reyslari soni ham ko'paydi. Bu esa nafaqat xorijiy sayyohlar uchun, balki o'zbekistonliklar uchun ham qulay sayohat imkoniyatlarini yaratmoqda. Bugun turistlar O'zbekistonga faqat tarixni ko'rish uchun emas, balki zamonaviy hayotni his qilish uchun kelmoqda. Zarnigor Tolipova, Abdurahmon Zaripov, Ovozni informatsion dasturi uchun.